Assalomu alaykum, hammaga Firdavs kanali obunachilari. Do'stlar, biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Kitob mol bozoriga kelganmiz. Kitob bozori soat 1 dan 4:05gacha davom etmoqda, soat 8gacha kechqurun davom etyapti. Bitta like bosamiz. Narxlarni tanishtirib o'tiramiz do'stlar. 13.600. 12 million. Ha, 12.600. Mana do'stlar, olingan variantidan 12.600. O'zimizga olindi. Urg'ochi 1.25. Baho beramiz. 12.600 ga oldingiz, ha? Mana shu akamiz oldilar. Baho berib qo'yaverasizmi? To'yga oldingizmi? Nimaga oldingizmi? Ha, to'yga suyishga oldilar. Shahrisabzdagi eng ishonchli darvoza ustaxonasi. Odil aka darvoza sexi. Sizning uy va hovlingizga mustahkam, chiroyli va zamonaviy darvozalar, sifatli metall darvozalar, har xil dizayn va o'lchamlar bo'yicha buyurtmalar qabul qilamiz. Tez va aniq ishlov, uzoq muddatli kafolat. Manzil: Shahrisabz Chorshanbi shaharchasi. Murojaat uchun telefonlar. Siz ham uyingizga mustahkam va nafis darvoza o'rnatishni xohlaysizmi? Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling. Odil aka darvoza sexi. Sifatli va ishonch ramzi. Aka, urg'och tanali qancha bo'ldi? Urg'ochilarda 5.5 so'rayapti aka. 5.5 bo'ldi. 6 berdi. 6 berdi bo'lsa, ol deyapsiz, ha? 6 2 oylik. Ha, oldi. 15 million so'rayapti. Qancha? 6 bo'lsa oldi. Uni ochib. Orqalarini. Nechi puldan tushyapti? 15 million so'rayapti akalar. Ha, 2 oy jupiga. 16 so'radim. Taylada ancha? Ancha 1 million 1 million. Kitob bozoriga kelaverasizlar. Ular qancha bo'ldi aka, urg'ochi? Ularda 8 dan bermayapmiz aka, shu aytamiz. 8 dan bermayapsiz. Bu ham shu yerda. 8. 8.5 dan mo'ljal, ha? Shu 8. 8.5. Yo 8 sifatlari 8.5 ga sotiladi. Mana bu shu bitta ekan mana. Nechtasin? 2 oldi. 10 million. Urg'ochimi? Ha, urg'ochi. Deyapmiz biz. Ha, aytilyapti. Bozor 10-15 qilyapti. 2 oy. 7 dan bo'lsa ham 14 million jupiga. Ikkita 14 million. Bitta joyga kelgan 7 milliondan 14 million jupiga savdo bo'lgan. Bozor sal qaylagan. 7 million, 7.5 million. Bular qanchadan? 9 million. 9 milliondan. Bozor qancha ko'taryapti? 8.5. 8.5. Bular 6 7mi bular ham? 6.5 so'rayapti. 6.5 million. Assalomu alaykum do'stlar. Andijon Buz tumanidan G'aniyev Nurmatjon akamiz armiyaga birga xizmat qilgan do'stlarni oqtarmoqdalar. Kim tanisa 93 446 68 25 ga bog'lanishni so'rab qolganlar do'stlar. Mana Shahrisabzdan Nuraliyev Ziyod akamiz, Kosondan Avazov Shohnazar akamiz, Kosondan Shohnazarov Bahodir akamiz, G'uzordan Husanov To'ra akamiz, mana G'uzordan Shodmonov Panji akamiz, Chiroqchidan Yangiboyev Umirzoq akamiz, mana Yakkabog'dan Javliyev Chovur akamiz, Qamashidan Ishonqulov Xoliyor akamiz, Moskvaga xizmat qilgan o'rtoqlari deb tanishtirib o'tganlar. Do'stlar, kim mana shu insonlar tanisa, Andijondan G'aniyev Nurmatjon akamizga bog'lanishni so'rab qolganlar. Kim tanisa mana shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. 6.5 dan bozor so'rayapti, aka. 6.5 dan baho berib qo'yarasiz. Tayladan salgina bozor. Tashladi. Tushda? Achishda dehqon ham mol olsan. Dehqon ham mol olsan aka. 6.5 dan. Ha? Aka mana Ha, shu qo'yaring mana shu odam. Do'stlar, keyingi 9.5 dan aytilyapti, 7.5 dan bozor so'rab turibdi, ha? Qizil Iston qayerda mollar bilan? Chiroqchinik. Yani 7.5 dan. Biri 15 dan chiqami? Biri 15 dan bo'ylariga. 7.5 dan standart ketaveradi, olaverasiz. Endi qochishga tayyor g'inojillar. Qanchadan aytyapsiz? 12 dan. Bozor qancha qilyapti? 10 milliondan. 10 milliondan qochishga tayyor. Sigir qilaman desa bo'laveradi. 3 oy ham standart ketgan ekan.
10 milyondan berasizmi? Yo qo'shish kerak. Biri 25, biri 25, biri 27 mashina chiqargan standart. 9 milyon, 18 milyon jupiga so'ralgan. Shvitlar qancha so'raldi? Shvitlarni ikkalasini 21,5 so'rayapti. 21,5 milyon. Puli chiqar, ha? Ozmoz qolgan. 21,5 jupiga. Ular qancha aka? 11. 15 aytilar. Qochishga tayyor shular. Ha, buqaga tayyor. 10 million, 11 million olsa bo'layganda. Qochishga tayyor, urg'ochni kattadan oladi. 15 million aytilyapti. 13 millionga puli chiqdi. Yem yegan semisdan, ha? To'y boplarga, to'y xo'rlarga. 13 millionga. Suyagi nechi bor ekan shuna? 13 million qimmatmas ekan. Bu qancha bordi? 9,5 ga bor. 9,5. Bu ham semischa ekan. Bironta arriq mol yo'q-ku. Hammasi semiz. 9,5 ga. Chiroyli tana ekan. 10 bo'lsa ketadi. 10 million. 23,5 aytilyapti, 23 savdo. 28 Boho 25 boshqani so'rayapti, 23,5 davlat so'rayapti. 23,5. Katta sementlarga. Semiz boqadi. Suyazlar. Urg'och. Ha? Zo'ali. 23,5. Yigirma sakkiz, 3,5 savdosi bo'lyapti. Semiz katta. Ular qancha bo'lyapti aka? 27? 25 so'rab. 25 bozor so'radi. Assalomu alaykum obunachilar. Mana shu Damasimiz sotiladi. Mo'minobod Big'ni qishlog'iga turibdi. Do'stlar, mana shu Damasni ko'rib qo'yaverasizlar. Yili 2002-yil. Yurgani 35 ming kilometr deyaptilar akamiz. Turbalon yangi. Mashina benzinga turibdi. Chexol polik qilingan. Mashina holati zo'r. Yotibdi, men o'zim davlatda ishlayman. Minayotgan odam yo'q deyaptilar akamiz. Srochni sotiladi. Narxi qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Narxi $7,000, $100, $200 tushib beraman, ko'p tusholmayman deyaptilar. Mashina ezilmagan aka. Mashina yotgan, ko'p minilmagan. Chexol polik qilingan. Hamma yangidek, pashti yangi turibdi deb tanishtiryaptilar akamiz. Do'stlar, ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zimizning Sharsabi Big'ni qishlog'idan. Ma'qul bo'lsa bosaverasizlar. Holatni ko'rib turibsizlar. Chizilmagan, qilinmagan yangi holatda turibdi. Salon chexol poliklar qilingan. Holatlari zo'r. Akamiz o'zlari Telegramga tashlab berganlar. Videoga sal xato kamchilik bo'lsa so'raymiz. Do'stlar, sizlarga motion texnikalarimizda chiqarib beramiz. Mana shunday kundalaringizga videoga tashlab bersanglar, qo'ldan kelgancha xalqqa yoritib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Biri 40 ham chiqayganmi deyman. Biri 35, biri 40. 25 million bozor so'radi. Shivit. Baho berib qo'yaverasiz. Kallasidan ko'rinishi 25 millionga puli chiqqan. 30 million aytilyapti. Jazma 25 ga bordan. Bo'g'ozmaz bu. 6 oylik balasi bu. 25 millionga savdosi bo'ldi. Sifati uda. Birinchi qorin 7 oylik balasi bor. 20 millionga puli chiqdi. Necha edasi? 25 mi? 23. 20 dan tepasi bu guring bo'ladi. Birinchi qoringa. Yuvosh shvit. 20 millionga puli chiqdi, bermayapti ekan. 21, 22 bo'lsa beraveraman deyapti. 7 oylik to'q bo'g'oz. 125. Oha berib qo'yaverasiz. 16,5. Shvitim. Necha aytilyapti? Necha berasiz? 20 aytyapsiz, ha? Biri 25, biri 30 ham chiqaygan, katta shvit. 16,5 puli chiqqan. 17 bo'lsa
Tiqilinch bo'lyapti do'stlar. Qo'ldan kelgan videolarimiz xato kamchilik qo'z bo'lasizlar. Narxlar tanishib davom etamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Pachka kelib ketibdi, sementalimiz. Narxini nechi pul bilamiz. Ina bala qancha ekan? Ha? Nechi pulga? 29. 29 millionga. Balasi novozmi? Novozchami? Urg'och. Nechinchi qo'rin ekan? Nechinchi bala? 2. 29 dedingizmi? Bular ne qimmati? 135 bo'yiga balasi urg'och 29 millionga sotib oldik deyapti. Mana tamponi. Hech pul boryapti aka bular. 70 million so'rayapti. Ikkovini 70 million. 2 million so'rashdi. Ha, mana shu bitta ham. Ha, bitta, ikkita, uchta. 105 million dedingiz, 105 dedingizmi? 105 million. Ana birinchisi. Baho berib qo'yasizlar. 105 million. Mana bu ikki. Mana bu uchinchisi. Uchta 105 million nima deysizlar? Arziydimi, arzimaydimi? Kitob bozori. Tamam, 105 million bo'lgan. Kallasidan ko'rinishi mana shular. Cho'q. Mana ikkitasi. Ikkitasi 105 million savdosi bo'lgan. Berilmagan bak. Nechi 110 million bo'lsa ketamiz. Telefon qilishdi. Aytasizmi nomerni? 91lik 466 91 71 kitobniki. Basharasi deb Kitobniki. Ya tushdi arqadan tushirdik, endi oldidan tushiryapmiz, hamma tushdi. Bo'ldi. Kitob bozor shahardagi mana kimga qiziq bo'lsa. Bundan boran yana qisirga boqilgan. Bo'g'ozmaza bular. 8 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz ha bular. 105 millionga berilmagan. 110 million bo'lsa telefon qilaversa kelishamiz deyapti. 8 oylik bunisi bo'g'oz, 6 oylik ikkovi, ikkita semental. Nomerni qoldirib qo'ydik. Necha oylikdan bular mana? Bunisi 8,5 oylik. 8,5 oylik. Mana bu 10 kunlik qoldi. 10 kun qoladi tuqqani. Bir hafta 10 kunda zo'r. Aha. 9 oyga tug'adi-da. 8-9 oylik bo'lib qolibdi bu. Hammasi tayyor bo'lib qoldi. Tayyor qo'ygan. Hammasizdan? Hammasi. 1 2 3 4 5 ta mana bitta akamizdan. Nechtadan tuqqan bular? 3 ta, 4 tadan. Bittadan, ikkitadan. Nech puldan aytyapsiz? Ha? Nech puldan narxi nech pul aytyapsiz? Men narxini kelishaveramiz. Kelishaverasiz. Primerni aytib qo'ying, mana shunga bir 32 so'ra bo'ldi. 32. Nomerni aytib qo'ying agar. Ha, nomerni ayting ha. 95lik 95lik 774 774 16 16. Kitobniki. Ha. Kitobniki. Nechtadan? 10-15 tadan sut berganmi shular? Beradi aka. Nomerni qoldirdik. 9 oylik bo'g'oz aka. Hammasi to'xtab turing aka. Mashinaga ayron qoldim. Nima deysizlar shuni? 9 oylikda sutkalarni shu daraja. Xo'sh. Tayyor qo'ygan 9 oy tug'adi deyapti. Tayyor qo'ygan mana shu 4-5 ta hammasi bo'g'oz. Bir 10 kun 15 kunga tug'adi deyapti. Telefon nomerini qoldirib qo'ydik, savdo qilaverasizlar. 22-23 million. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'ldi. 1 oy qopdi-da. O'zi yini bo'zgatgan. Qo'zg'atgan, hali yopishib, endi taylaydi. 9 oylarga sirasi tashlab 22-23 bozor qilyapmiz. Necha beramiz? 25 bo'lsa beramiz deymiz. Bozor shunday so'rab turdik, hamma bor, yana o'tib beraveramiz. Ha, 22 jazman qilgan 23. Nomerni qoldirib qo'ying agar. 91lik 91lik 644 644 88 58. 88 58. Bo'ldi. O'zida ham olib qo'yaverang. Ya endi balkim sizni tanirgan. Taniymiz, nomerni. Taniydim. Ha, bo'ldi, mana shu og'aynimizniki. 9 oyga endi 1 oy qolibdi tug'ay ekan.
Doğrulaydi. Nechta suti bor? 13 ta 14 ta suti bor. 13-14 ta suti bor. 3-chi tug'ish ha? Balasi bu kicha 26 millionga bordi. 3-chi bor. Ko'p ham qari emas, yosh. 15 tagacha tug'urami bor. Erta kech arriq. Endi yem yesa semirib ketadi. Va tagini. Nima bo'ldi? Shoxlar. Vaqtmi bor. 10-15 ta suti bor taglari. Bu kicha balasi. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 90lik 425 78 25 oxiri kitobniki. Yakka bo'ldi. Sotilib kelsa bormi shunaqasi? 15 ta 20 ta berayotgani. Telefon qilaverasizlar, sotilmadi. Sotilib kelsa boshqasidan topib beraverasizlar. Mana shu og'am chiroqchidan. Yakka bog'dan, uzr, yakka bog'dan. Hop, boraman narxini aytasan. Ikkitasi bir kishiniki. Bu ham senikimi? Ya bo'ldi, mana shuni aytgani. Bozorga ham ko'p. Narxini ayt. Buying necha buying? Tarzan oltaman tarzan. Bu ishim men 1.70 buni bilmayman. 1.70. Lan 1.60 chiqar ekan. Teng chiqyapti. 1.60. Katta ho'kiz ekan. Nech pul bo'lib boryapti? 25 million so'rayapti. Hali 13 oylik biz. 25 So'rayapti. 30 aytiladi. 25 bozor qildimi? Sal tot artaga tot. 25 million bozor. 90lik 667 667 18 00 oxiri. 0809 oxiri. Boshdan aytadi, cho'ta neta ketdi. 667 0809. 0809 oxiri. Bo'ldi. 25 bozor qilgan bo'lsa, nech pul qo'shaydi? Nech pul qo'shsa? Telefon qilaversin ha. Bo'ldi, kelishaverasiz ha. Sharsiz Quchuniki 25 million bozor qilgan. 28 27. Necha bo'ldi aka? Tishiyorgana bular aka. Tishiyorganmi? Bilmayman, uni. 2 ga tishiyoradi-da. Bilmayman endi bu. 3 yoshga tushaveradi. 3 yoshgami? Yo'q. 26 oy bo'lgan paytda tushaveradi. 26 o'ygan. 2 yillik 28. 27 million. Ya ikkita tishi bor-ku. 2 tish. 2 yillik-da. Xullas 27 million buni qilgan, 26 million shuni qilgan. Boqada katta o'gizlar. O'kam. 40-50 million tagiga o'gizlar. Devol tarik a'lo o'giz. Mana shular 45-50 million. 35 million mana shu atrofga o'gizlar. Mana shular ham shu atrofga o'gizlar. 35 million, 40 million, 45 million, 50 million. 40 million 200. 40 million 200 qilgan. Mana bu ochib qo'ydi. Shuni 40 million 200 qildimi? Sotdim adam, rasmiy shu. Taxmin aytdim 45 deb. Men ham chiqib 40 million 200. 40 million 200 ming so'm. Mana shuni savdo qildingizmi? Savdo sotdim. Sotdingizmi? Ha. Men shapga 40 million 200. Necha yashar bu? 4 yashar. 4 yashar? 4 yashar. 42 million. 40 million 200. 40 million 200. Barakasini bersin. Sotdim. Bo'ldi. 36 yarim. Buni ham sizniki edimi? Ha, buni ham sotdim. 36 million. 36 yarim. 36 yarim. Xo'p. Yana qaysi sotdingiz? Yana boshqa sotdim. Necha yoshlar? Yoshini ham aytib ketinglar shuni. Bo'ldi. 36 yarim. Buva ketdi. Yaxshi narxlar aytayotdi. 21 yarim. Nima bo'ldi? Baqir chaqirib qoldi. Shoqladimi? 21 yarim puli chiqdi. Qo'shilsa ketadi. Kim ichgan?
Bular ham 25, 30. 30dan ziyod bo'lsa ziyod qimmat mana shu. Katta ho'kiz. Katta ho'kizlar olgan foyda do'stlar. Mana shu yerdan kichik arzonroqlarni olib ketamiz, mayda ho'kizchalarni. Like bo'lib turamiz do'stlar. 8ga 25 so'rashim chiqyapti. 25, 28. Go'sht 80 qopti, 75 qopti. Vali bir yigit bor. Olib ketyapti, ha? O'z go'sht ham 110 bo'ldimi? 115 deyapti-da. 25 300 kilo shunday. 300 kilo toza go'sht bor. Toza go'shtni aytyapsizmi? 300 kilo, ha. Bor chiqadi. Chiqadi mana. Boqaverib qo'yarasiz. Ha. 28. So'rayapti bozor. Bozor so'rayapti. Nechi bizga ketadi? 30 mi? 30dan kam bitta. 30 kami bitadi, ha? Telefon nomer aytib qo'yamizmi? Ayting aka. Sotilib ketadi, ha, vallahi. Virus o'z kanali. Bu qancha bo'lyapti aka? 30 million. 30 millionga. Bozor qilyapti. 30 million katta ho'kiz. Bular qanchadan ekan? Oq boshlar. Mana fermaxonaga borish kerak. Bozorlarga chiqmaydi, mana semental, shevit. Ana oq bosh har xil chiqadi do'stlar. Fermaxonalarga borgan foydasi yo'q. Mana kitob bozorga kelaverasizlar, xilidan topasizlar. Pulga kissalaring ko'tarsa bo'ldi. Xilidan bor kitob bozoriga. Bir ikkita obunachilarni so'ragan ekan, o'sha katta firmalardan chiqaring deb, ular firmalardan ham bizga bir rasxotimiz ko'tarsa borib syomka qilsak bo'ladi. Hatto bizga udobni mana shu bozordan. Bozor kelaverasizlar, ana shu bozorga xilidan topaverasizlar. Yo'q, ayna buni qancha qildilar? 22,5 sotildi olishda. Sotildi 22,5 dan mana jazma. Sotilgan 22,5 dan. Yaxshi lekin puliga arziydi. Hammasi katta. Ya oltasi bir joyga aytyapmizda. Oltasi bir joyga 22,5 dan. Bo'yiga qancha bu taxminan bo'yiga? Biri 25 chiqadi. Biri 25, biri 27 mana shu atrofiga. Oltitasi bir joyga 22,5 dan. Baho berib qo'yaverasizlar. Mana shu shivit qancha ekan bilmaysizmi aka? 28,5 aytilyapti. Yo sotildimi? Mana ham boshqacha narsa bo'ladi-da. Kitlari va shu tonna bilan 2 yil olib yurishi uzoqroq. Mana xil-xilidan chiqqan. Bularni xil-xilidan chiqqan. Kech bilan boshidan oxirigacha olaman. Ala uks qancha bo'pti aka? 30 baho qo'yamiz 24-25 so'rashamiz. 24-25, biri 35 bo'ylariga. Yani katta uks. Odam yelkasi kelaman deb qo'yadi. Bashti. Katta ala uks. Menga pulama. Nechi pul boryapti aka? 25, ha? 30. Yani chiqqanlarni aytib qo'ying. 24 million. Bu ham sotildimi? Ha, YouTube'ga chiqaraman. 24 millionga chiqdi ha puli. Shularga butun shoxlayver mazam. Nechi pul chiqdi bu? 26 million. 6 million. Bundan sal kattaroq ekanda, buni soni sal kattaroq. Karobkalarga boqib ko'rasizlar. Ana xil-xilidan. Qancha chiqdi bu? 28 million 400. 28 million 400. Biri 30, biri 28 mana shunday chiqadi. Necha oylik bu? 1,5 yashar ha dedi. 10 oylik. 10 oylik shivitimiz bor. Boqib ko'rasiz. Kichikroqlar qancha boryapti aka? Gidida 8-9 oylik ha mana shular.
Hammasi ho'kiz. Chiqqan puli chiqqan narxini aytib qo'ying qani. 13,5 14. 13-14 atroflariga ketadi, bular 14lardan. 13-12 mana shuni so'ralgan. 9 oylik 1 yoshga yaqin mana shuni standart ketgan bular. 12-13 ga olaverasizlar. 1.25 dan bular standart. Odam beliga turibdi, belidan salmina turibdi. Qo'yib qo'yarasiz. Qancha bo'lgan shu uzoqchalar? So'rang 18. 18 dan kattalarini olib keldik. Sal kichikroq ekanda bir arzonmi, kichik bo'lganga yarasha. 18 bilan kam. 18 million kami bor. Aysher aka. Kalga ekan. Aysher aka. Kitlarni boqib qo'yarasizlar. 18 million kami bor. Boshqa tanish. Ha. Yusufjon. To'g'ri so'rang beraman mana. To'g'ri. Shunday. To'g'ri. 25. Nechidan aytyapsiz aka bular? Biroz 16 da baqa qo'yaman. 16 dan. Ha. Ikkita shivet. Bozor qancha chiqaryapti? 31 million so'rayapti aka. Jupiga. Ha. 31 nech bilan tushyapti undaga? 16 15 15 16. Ha. 14 qanchadan-da? Yaxshi. Sifati yaxshi ekan mana shivetlar, mana shularni. Siz aka 6 oylik bizor bu yoshlar yetmagan bu. Yetmagan. 640 28 01. 91lik 640 640 28 01. 28 00 01. 01 kitobniki. Kitob Ulug'bek ha. Bo'ldi. Kelishtirib chiroyli qilib berasiz mana shulardan. 15 ta 20 ta bor aka. Qo'tandan borib ko'rib bemalol olaverasiz. Bir joyga olaman deganga kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman aka. Bo'ldi aka joni sog'. Kitobniki mana Kitob Ulug'bek ha. Bo'ldi aka. Ha, mana bu qancha bo'ldi? 8 8 o'kicha. Ha, 18 18. Zoti qanaqa ekan bu? 7 oylik. Qizil istonga. Istonlagan tortib ketyapti-da. 11,5 bo'lsa uyga olib beraman. 14,5. Telefon nomerini qoldiring aka. 90lik 425 02 75 71. Qayerda ekan? Yangiobod. Kallejdek, Sharsabis. Kalinin, Yakkabog' Kalinin. Ha, Yakkabog' Kalinin bo'ldi o'zi. Sal shovqincha yaxshi eshitilmay qolyapti-da. 14 millionga olib borib bog'lab ham berasiz. Joni sog' bo'lsin, bo'ldi. Bo'ldi, yana qanaqa bonus kerak deng? Yo'q, sifati bor. Bosaverasizlar, nomerni qoldirib qo'ydik. Mana eng arzon buzoqcha ekan, u kichik ekan. 5,5 ga savdosi bo'ldimi? 5,5 ga savdosi bo'ldi. Sotildimi, nima bo'ldi? Berilmayapti. Qancha kami qoldi? 6 bo'ladi. 6 million mo'ljallayapsiz. Bu kichik, bitta aybi anasi bor ekan, sevichchasi. Bular qanchadan bo'ldi? 6,200. Ha? 6,200 savdo qiladi. 6,200. Bittasi. Erkak. Aybi erkak bu tug'ilib qolgani. Bu qancha? Ha, mayli deb Yotganda 7 ga binmadi. Endi sut bilan boqadi bular aka, shundaymi? lekin men 5 million yo'q oldim. Oling 300. Mayli oling dedi. Oling 300 deb beradi. 6 million 300 ga chiqdi. 6 million 300 ga. Nima deyaptilar? Ha? 6 ga beradilar. Sog'lom aql bilan bo'lyaptimi hammasi? Bu kichik sog'lom aql bilan. Hammasi nazoratimiz ostida bo'lyapti. 6 million 300. 6 million 300 savdosi bo'lyapti. 6,5 dan bo'lsa ol deyapti. Aba gapirgan nima deydi Rustam aka? 6,5 har biri. Necha oylik bular? Bilmagan ekanlar Rustam aka. 1 oylik. Oling 6,5 Beryapsizlarmi? 300 ming sigirga. Aba Sigir yo'q. Abi, bitta qo'chikdan yapur, mana bunday ko'rishgan. 9 deyapti. Bu kichikmi? Ikov bir joyga nechi pul? Ha? 16 ekan. 16 aytilyapti. Nechi pulga berasizlar? Bo'lishi
Biza obunachilar oladi, nomerni qoldiramiz. Kelishtirib bitta narx, astagina. Hech kim eshitmadi. Ha? Bundan kam bo'lmaydi. Nech pul oxir ikkovi bir joyga? 16 bo'lyapti. 16 ketami? Nomerni ayting buni. Telefon nomeri. 95 95lik. Ha? 099 74 44. 44. Bugun kechga videoni qo'yamiz. Sotilib kelsa bormi bunaqasidan? Bor. 16 millionga olib borib ham beriladi, ha? Sharsavzbek. Qayerdanda? Yakka bor. Bormi bu? Serobmi? Serob. 16 bo'lsa 8 dan tushyaptimi? 8 dan. Shivi to'kcha. Qarasa kelajak bor ha bular. Qo'zichalar keldik mana o'rtoqlar, hamma mollar tugatdik. 4 ta, 5 tadan, 2 ta, 3 tadan oldik primerni. Video cho'zilib ketmasin mana qo'zilar keldi, qo'zilar tanishtirib ketamiz. Qo'chqormi bular aka? Hammasi qo'chqormi? Urg'ochi. Bu tarafdagi qo'chqor ekan. Nech puldan nech pulgacha? 16 million so'rayapti hammasi. 16 dan bir joyga. 2 oylik bormi? 2 oylik qo'chqor. Bular urg'ochi. 16 dan. 15 dan ham bera olmaysizmi? 15 dan bo'lsa nomer qoldiring. 16 danmi? 16 dan yo'q. Nimaga nech puldan berasiz? Bo'lmasa kitob bozori mana kelaversin. 17 dan beraman, kelaversin deyaptilar akamiz. Mana shu sotaman deyapti. Mana qo'chqor 17 milliondan ketaveradi, shunaymi? 1 million 700 mingdan. Mayli aka, barakasini bersin, savdoingizni bersin. Nima deymiz? Urg'ochilari endi bir 100 ming kam yuradi bu erkaklaridan. Yaxshi. Mana bizni obunachilar, podpischilar. Siz ham obuna bo'lgansizmi? Mana obunachilar like bosyapti. Rahmat. Obunachilar sadoqatli obunachilar bo'lsa. Qancha bo'lyapti? 72 so'rayapti qo'ydi. 72? 77 so'rayapti. 77 so'rayapti. Chetini Kim? Haqiqatan boshqachalarda yashaydi. Udal ekan 77. 7 million 700 ga bermayapsiz. 700 ga. Necha bo'lsa berasiz? 8 bo'lsa beraman. 8 nomerni ayting. Telefon nomeri 88lik 617 88 38. Qayerda? Kitobniki. Buni sotilib ketsa nima bo'ladi? Sotyapsiz. Sotdim deysiz. Boshqa yo'qmi? Lekin haqiqatan korobkasi boshqa. Korobkasi keng ekan. 6,5. Arziydi, kelajak bor-da. Bo'ldi aka. 8 millionga beraman deyaptilar. 6,5 ga sotaman deyaptilar. Farqini ko'rib turibsiz. 6,5 6 millionga bergan taqdirga ham buni 1 million 1,5 million qimmat olsanglar ham sifati bor. 5 oy 6 oydan keyin bu 15 millionlik bo'ladi. 15 ta edi mana. Hammasi urg'och. Ha, ko'rib qo'yaverasizlar. 7 dan 200 o'tib beraman deyapsizlar. Optim beraverasiz. Olib olasiz ichida. Nomer aytasizmi, sherga sotasizmi? Sherga sotasiz. Kitobga kelaverasizlar. Ya bak ko'p nomer qoldirgan. Bak optim chakamiz. Ana 20 ta 30 ta olib kelgan ekanlar. 7 dan 200 kam. Bo'layotgan joy deb qo'yapti. 6 million 800 ga. Obunachi, podpischilar. 6,5 dan 7 danmi bular? 7 dan 7,5 dan mashnaqa olaverasizlar mana. Bir xil standart. Narx qancha bo'lyapti og'a? 33? Ha, 3 milliondan. Qo'chqor emas, ha? Qo'chqor. Optimga nech puldan so'ralyapti? Nechidan so'rayapti? 26,5. 2 million 600 so'ralyapti qo'chqor. 3 milliondan aytilyapti. 6 oylik qo'chqor ham primerda. Bilasizsiz? 6 oylik qo'chqor.
Necha baraka bo'ldi mana shu? 26,5. 26,5. 2,650 ming. Baho berib qo'yasiz. Yaxshi tushyapti. 2,650 ming. Juni olingan ekanda shunga aytayman. 5 milliondan kami bor, shuni. 5 milliondan kami bor. Uçlarla seyra. 6 milyon, 7 milyon qo'chqorlar. Nechi pullar bular? Qo'chqor mi aka? Yo'q. Sog'limi? Nechi pullar? Qo'chqor. Puli chiqqanini bir aytib qo'ying. 3,5 pul. 3,5. Katta 35-40 ta yegan go'shtlar. Sog'luvlar qancha bo'ldi? Boqilganda bular. Yo bo'g'ozmi? Yo'q, bu boz. Meni balasi. Nechi pullar? 4,5. 4,5. 4,5, 3,5 qilgan 40 ta ega bor. Katta qo'chqor. 5 million 6 million juda katta qo'chqor bular yetib bo'lmaydi. Katta qo'chqorlar. Bular inaballa sog'liqlar qancha bo'lyapti? Yaxshi. Yana uchrashdik. Zo'rmiz, yaxshi. Qancha bo'lyapti? Siznikimi? 4 million bo'lyapti bu aka. Mana balalik. Kami bor. Kami bor. Ha, shu kami bor deb gapiring-da. Bizda Kami bor 4 million. bu dehqon ham oson, kimdir puli bor, kimdir puli yo'q. Deymi? Shundayda aka, endi hamma sharoitdan chiqib. Nechi puldan berasiz? Bir nomer qoldiring, bir kelishtirib narxni ayting-da. Nomerni qoldiring, biz dalsh o'tib ketaveraylik. Nomerimi? Bular voy bular nima bular? 10 millionlik. Nechi pul mana shu? Kaypiga. 7 million. Berasa 7 million. Pulning bahosi 7 million aytilishi. Bozor nechi qildi? 66. Ha? 66. 6 million. Ha. Ha. 90lik 892 892 84 olmuş. 84 olmuş. Bemalol telefon qilishlari. Yine bala qo'y bor sizga. Yana bala. Qayerdan? Kamal. Kamardiki. So'ra. Kelishtirib biraz sonra. Zaryadkamiz ham kam qolibdi. Bo'ldi, Hisordan. Telefon qilaversin ha, kelishtirib berasiz. Bo'ldi aka. Yana uchrashdikmi? Tog'dan Hisordan, So'r, Kamal. Kamardan. Shahrisabzdagi eng ishonchli darvoza ustaxonasi. Odil aka darvoza sexi. Sizning uy va hovlingizga mustahkam, chiroyli va zamonaviy darvozalar, sifatli metall darvozalar, har xil dizayn va o'lchamlar bo'yicha buyurtmalar qabul qilamiz. Tez va aniq ishlov, uzoq muddatli kafolat. Manzil: Shahrisabz, Chorshambi shaharchasi. Murojaat uchun telefonlar. Siz ham uyingizga mustahkam va nafis darvoza o'rnatishni xohlaysizmi? Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling. Odil aka darvoza sexi. Sifatli va ishonch ramzi. Bo'ldi, men sizniki aka nomerini qoldi. Hisor tog'dan. Aka bog'lanarsa, inabala qo'y uchib bo'lsa, bog'lanaverasiz sizga bo'ldi aka. Bular qani mana katta qo'chqorlar. Bular nomer aytasizmi? Yo'q, shuni. Ha? Nomer yo'q. Nomer yo'q, shiga sotasiz. 6 million 600 qilgan. 100 dan ziyoddan shular jivoyiga. 100 dan ziyod. Buni bir kishi ko'tara olmaydi. Beli chapqa qaytib ketadi. 100 dan ziyod 6 million 600 qilgan. Ikkita qo'chqor bor ekan. Mana shu tarafdan. Shu tarafda hammasi olingan varianti Samarqand, Vodiy hamma joyga mana olingan variantlarni olib baylab qo'yibdi. O'ylak balasi. Mana qancha olib kelgan bilmaysizlarmi? Katta semintar. Bular sizlar oldinglar? Ha? 40 million shuni. Olingan bular. Olingan bular. Hammasi olingan ketyapti. Do'stlar, mana shu videoni tugatib qo'yamiz. Sizlar aytganimiz mos qoldi. Qo'ldan kelsa hammasi yoritdik. Primerni olaverasizlar. Ro'za vaqti bo'lyapti. Hammani ro'za tutgan insonlarni ro'za ayyomi hammani tabriklaymiz. O'zim ham ro'zaman. Qo'ldan kelgancha el xalq uchun oldim. Bilasizlar, ko'p ro'za odam ko'p gapirib bo'lmaydi. Mana qo'ldan kelgancha yoritib beryapmiz. Hozir tepadan bir ko'rsatib qo'yamiz. Feruz Uz kanali. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha video oldik. Like bosib, podpiska qilib turamiz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib turamiz. Har bozor muntazam chiqib boryapti, videolarni narxlarini tanishib o'tasizlar. Mol go'shtini aytib o'tamiz. Mol go'shti 110 ming. Mana shu Qashqadaryo bo'yicha 110 ming bo'lyapti mol go'shti. Chiqadi bugun kechga aka. Feruz. Nay ketdi bugun kech. Bo'ldi. Qo'y, menga qarang, mol go'shti bilan qo'y go'shti nechi bo'lyapti? Shuni aytib o'ting. Mol go'shti 110 ming bo'lyapti. 110 ming da. Qo'y go'shti qancha bo'lyapti? Qo'y go'shti 120 ming. 120 ming. Dollar 1 million 290 ming. Shuni endi chetga yurgan va
aka ukalarimiz bo'lishi mumkin-da, narx-navo qiziq bo'ladi. Mana aytib o'tyapmiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.